Ama o'tgan soatda biz mau Shakarnikiga so'zlab tikamiz. Bugun hamda sizlarga tunishtiradigan rassomning yoki tunishtirmoqchi bo'lgan asarning nima deymiz, ham shu asarni yasab chiqqan rassom Munch. Norvegiyalik rassom bu. Hamda bu rassomning biz ikki parcha rasmini analiz qilamiz. Bu Munchning eng dangli klassik asarlarining birisi. Ya'ni Chiqirash degan asar bu. Scream degan. Bu bek yaxshi asar. Hamda buningda tunku, ya'ni azobni tasvirlab bergan. Hamda buningda bu rassomning ishlatgan vaqtda siziqlarni bir xil qorib etgan. New chuydamda qorib etgan. Ana osmonning rangimi qarasang o'zgarib ketgan. Hamda bu Munch ko'pincha vaqtlarda psixika birlashtirib sizdiruvchi rasmlarni. Bu rasmda bir narsani bilyapmiz, ya'ni odam azoblanganda dunyo o azoblanishdan burungi dunyo bo'lmay qoldi. Yani bir odam azoblanishdan burungi dunyosi azoblangan vaqtdagi dunyosi ikkisi o'xshash narsa ko'rinmaydi. Şu an azob degan nima desa, amaliyotda pain deganimiz, ham azob deganimiz. Sening dunyo bo'lgan tushunchalaring sening dunyo bo'lgan tushunchalaringning, seni qurshab turgan dunyo bo'lgan tushunchalaringning chaqilib ketishi. Biz buni azob deymiz. Ya'ni dunyo bo'lgan tushunchasi bo'ldi-ku odamning. Manda oldi. Ma do'stim mandaq do'stlik degan, mandaq muhabbet degan, mandaq oil degan, mandaq deb qilib bir tushuncha bo'ladi, ammo shu tushuncha buzilib ketgan vaqt azoblandi. Bu nuqtaga ketgan vaqtda azobning o'zi asli odamni cho'ng qiladigan narsa-ku. Bir daraja aloqa cho'ng qilib yutadi. Masalan, dadanglar sizlarga bilib bilmay, balam shu qish faslida issiq bo'ladi yoki yomg'ir yog'di deb tushuntirib qo'ygan bo'lsa, qish fasli, tunji qish faslini 5 yil o'tkazganda yomg'ir yog'may qor yog'ib sovuq bo'lib ketganda siz azoblansizlar-da. Azoblanish bo'ldi. Azoblanish degan shu oldin ishlar o'zi o'ylagandek bo'lmadi degan gapda. Bu vaqtda ikki xil odam paydo bo'ldi hamda. Vaqtda ikki xil odam paydo bo'ldi. Birisi asli dadamning xato ekan qishda, asli yomg'ir yog'maydi ekan, sovuq bo'ldi ekan deb reallikda. Reallik orqali dadasining uning o'rgatgan narsaning xatoligini his qilib cho'ng bo'lish. Yomg'ir qismi odamlar var, hamda o'li cho'dish ya dadamning to'g'ri. Ma fasl xato, cho'qim kelar yili qishda cho'qim issiqlab mandaq yomg'ir yog'di deb kelar yili kutadi. Kelar yil kelganda yani unumaydi, ya menimcha bu qish faslimi xato kelib qopti. Yani bir yil cho'qim qish faslida issiq bo'ladi, mana bir ömür bunda o'tib ketadi. Chunki u o'zining mingisdagi o'zi qurib olgan uyini hamda dunyosidan chiqib olmaydi. Chunki uning chiqib yashash qo'rqaydi. Shunga u o'zining mingisdagi dunyo saqlab qolish uchun reallikni hammasini inkor qiladi. Oqaqidan qish fasli uningga qoni sovuq qilaversimi, u yanda yaqaman qish fasli islamanda bo'ldi deb o'zining illusion, xiyoliy tuyg'usini saqlab qoldigan gap so'nggi saloq tashla. Shunga bu bir parcha rasm azobni bek yaxshi tasvirlab beralganda, qarasang bir xil azobdan bir xil chiqirgan bir odamning bir xil tuyg'usini aks ettiralgan. Endi Munchning men bilgan sizlarga haqiqiy tushuntirmoqchi bo'lgan rasmi ma'rifat. Buningda Munch qarasanglar, nima rasm qarasanglar, oqida bir necha odam usul o'ynatdi.
Eng oldida chu desa, sol taraf bir oq ko'ylak, ustida anaqa juza gul besilgan ko'ylak kiygan bir ayol, andan o'ttirda bir qizil ko'ylak bilan usul o'ynayotgan, bilan usul o'ynayotgan ayol. O'ng taraf cho'sa qora rangli ko'ylak kiygan ayol. Endi bunda qarasanglar bu rasmda balkim nima deb o'ylashingiz mumkin desa, o qizil ko'ylaklik ayol bilan o'ynatibdi. Ikisi cho'qim uning bir xil havas qilyotidi yoki va hokazo shundoq o'ylashingiz mumkin. Amaliyotda bu rasm hargiz siz o'ylagandek undaq rasm emas. Mumkin bu rasmni chizganda mumkin o'zim ham bekcha ayollar aralashgan. Uning shu ayollar ko'proq sizdi hamda u. Sizga vaqtda ayollarning haqiqiy yaptini, haqiqiy kechirmishni yuritishga usta bir ressam hisoblandi bu. Amaliyotda bu oldidagi 3 ayol 3 xil ayol bo'lmasdan bir ayolning 3 xil kechirmishi bu. Ya'ni o sol tarafdagi oq ko'ylaklik ayol bu hamda Shauni bo'ldi bu hamda laqa. Qizlar hamda tunji qatim bir xil laqa. Chunki sapolatdagi vaqti hamda bu-chu. Hamma narsani mukammal o'ynaydigan bular muhabbatni ulug' o'ylaydi. Neymiş bu muhabbatni ulug' o'ylaydi ayollar deganda? Diqqat qilinglar. Nurg'un qizchaqlar hamda shu balog'atga yetib, kishi bilan hech qanday bir aloqa qilmagan erlar dunyosi to'g'risida hech nima bilmaydigan har qanday bir ayol, qiz bola, Shauni, kichik qiz bola. U nima o'ylaydi desa, shu uni haqiqiy yaxshi ko'radigan bir odam bo'lsa, uning hamma masalasi hal bo'ldigandek o'ylaydi-chu. U hayotidagi barliq masalalarni uni haqiqiy yaxshi ko'radigan bir bola tarafidan hal bo'ldi deb qaraydi. Shunga bu yoshdagi qizlar bir xil nihoyatmi xatarlik bo'lib, tizlar boshqalarning yaxshi ko'rman deganiga tiz oldinda. Chunki ular boshqalarning uni yaxshi ko'rishini orzu qilib, boshini anglash tayyor bo'lg'achqa undaq kelib chiqqan vaqtda darhol mingisi buni rost degan bir tuyg'uni paydo qildi. Undan bu yerda bir narsani aniqlashtirish kerak savoqdoshlar. Men bu yerdan dedim, bu yoshli qizlar shu uni haqiqiy yaxshi ko'radigan bir odam bo'lsa, hamma masalasi hal bo'ldigandek his qildi dedim. Undan bu yerda biz birinchi bo'lib hamma masalasi hal bo'ldi dedi. Qaysi masalasi? Nima masalasi? Nima masalasi? Mana. Şimdi savoqdoshlar, bu yerda ayollarda bir cho'ng bir masala u bo'lsa-mu, intan eg'ir darajadagi shu bexatarlik tuyg'usidan kam bo'lishi. Hech qanday ayol mayli muhabbet qilsin, bexatarlik tuyg'usi to'liq holatda bo'lmaydi. U doim bexatarlik tuyg'usi intan kam holatda bo'ldi. U intan charchaydi. Chunki ayollar ko'pincha vaqtlarda o'zining 90% rost tarafini yushirdi. Bundan bo'lgan vaqtda bir ayolning tashqi dunyoga projektorlayotgani, ya'ni tashqi dunyoga ko'rsatayotgan o'zi amaliyot butunlay saxta o'zi bo'lib, 90% saxta o'zi bo'lib, u haqiqatni hargizmi ifodalamaydi. Shunga u intan charchaydi. Ajoyib charchaydi. Bu xuddi bir odam netchizlagan aynak stakan bilan o'zini zinnatlaganga o'xshaydi. Shundan bu stakanlarning tushib ketishidan ensirgandek bir ayolmi o'zining asli qiyofatining oshkorlanib qilishdan ajoyib qo'rqdi. Shunga bu ayol boshqalar uni yaxshi ko'raman degan taqdirdami ishlanmaydi. Ishlanmas sabab nimasi? Ular ichida avtomatik seni yaxshi ko'rdigining men emas, balki mening san ko'rsatayotgan qismim,
agar meni haqiqiy qismim, agar sen meni haqiqiy qismimni ko'rsang, sen hargiz meni yaxshi ko'rmaysan degan avtomatik bu yerda dialog bo'ldi buning qalbida. Dialog bo'ldi. Shunga u nihoyatda bexatar tuyg'usi tuvan bo'lg'achqa, uni haqiqiy yaxshi ko'radigan endi. Yalg'on qiyofatini emas, aslidagi ashnan qiyofatini yaxshi ko'rgan birisi paydo bo'lsa, u masalalarning hammasidan qutulib bir nihoyat xotirjam, rohatlikka, haqiqiy o'ziga erkin bir holatga o'ziga qayta olayman deb xato o'ylaydi. Xato o'ylaydi. Shuning bilan ikkinchi bosqich o'ta ketdi bu muhabbatlashishda. Muhabbatlashganda u qizil ko'ylak o'zgardi. Qizil ko'ylakni bilamiz, hissiyot qilishmoq qilindi. Ham bu vaqtda u butun dunyo ko'zdan baxtli ekanligini namoyon qiladi. Chunki bu vaqtda ayolning barliq ayolning egosining, ya'ni ayolning yushrin talab qiladigan barliq psixikalik ehtiyojlarini qondirib qo'ydi. Qondirdi. Avtomatik qondira oladi. Shunga bu vaqtda bu ayol hamda xuddi yo'qitib qo'ygan bir odamni topgandek qalbi yurib, bir yo'ruqlikqa chiqib, dunyoda o'zini haqiqatan eng baxtli o'ylaydi. Hamma odamdan baxtli o'ylaydi. Xatolashib bu xil tuyg'uni mangu davomlashadi deb o'ylaydi. Ermi shundaqda? Ermi shundaq o'ylaydi. Bu xil romantika har qanday bir odamning hayotida bir qatam bo'ladi. Ammo bu xil romantik intan umri qisqa bo'ladi. Buni umrining qisqa bo'lishning sababi nima desa, chunki bu xil go'zal tuyg'uning paydo bo'lishi amiriyati ishkili odamning xato xiyoliy tuyg'usidan kelgan bo'lib, yo'q narsani bor deb olganlik uchun ishkilisi yo'q bir odamni bor deb vaqt yashaydi. Bu yo'q narsani bor deganlik uchun shu yo'q narsani bor deb ishongan qadar bu go'zal tuyg'u saqlandi, ammo bu yo'q narsaning o'zi bor deb o'ylagan bu yo'q narsaning vaqtning o'tiga erishib yo'q ekanligini his qilgan sari, undan bu tuyg'u tabiiy yo'qolib ketgan gap. Bu xuddi ikki inson badbashir odam, nihoyat badbashir odam hamda tumanchida qilib, bir-birini xato tasavvur qilib olib, ikkalasi bir-birini yomon go'zal o'ylab olib, andan bo'shki tumanda bo'shki go'zal o'ylab yaqinlab suyshab, ko'zini ochib qarasa ikkalasi nihoyat qo'rqinchli. Ham shunga o'xshab qoldi. Shunga o'xshab qoldi.